do'stlar, Speedda kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz Python bo'yicha kurslarimizning 26-darsini olib o'tamiz. 26-darsimizning mavzusi bizda lug'at hisoblanadi. Ya'ni lug'atlar mavzusi. Lug'at o'zi nima degani? Pythonda lug'at bu ya'ni mana bu key value, ya'ni bizda o'zi Python tili bo'yicha key va value deb yoziladi. O'zbek tilida tarjima qilganda esa bizda ya'ni kalit narsa bu uylarda ya'ni qutlash ishlatiladigan kalit emas, balki kalit narsalar bo'ladi. Ya'ni asosiy narsalar bo'ladi. Ya'ni asosiy ma'lumot va ularning orqasidan esa uning qiymati, ya'ni o'sha kalit narsa nimaga tengligini ham biz aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ular o'shanda kalit va qiymat ko'pchiliklar to'plami bo'ladi va ular har doim tartibli bo'ladi va ularni biz o'zgartirishimiz ham mumkin bo'ladi, ammo ularda duplikatsiya bo'lmaydi. Keling, birinchi bo'lib biz kandidliklar juftligiga o'zgaruvchilarning linkini tenglashtirib olamiz. Masalan, keling, bugun davlatlar bilan ishlaymiz. Masalan, mana bunday qilib davlatlar deb yozamiz. Davlatlar teng o'sha mana bu yerdagi lug'atlar belgisini qo'yamiz. Bunday qilamiz. Bunday qilamiz va birinchidan biz mana bunday qilib, keling, birinchi davlatni yozamiz. Masalan, birinchi bo'lib O'zbekiston deb yozamiz. Agar O'zbekiston deb yozamiz va uni oldidan esa mana bunday qilib qilamiz va uni oldidan bu belgini qo'yamiz. Uni oldidan masalan kelib poytaxtini yozamiz. Bizda ya'ni bu yerda kalit bizda davlatlar, qiymat esa ularning poytaxtlari hisoblanadi va poytaxt esa Toshkent. Va tagidan yana bir davlat yozamiz. Masalan, Rossiya. Uni davlati Moskva. Rossiya davlati Moskva. Va mana bu yerga, ya'ni biz har bitta juftlikni yozganimizdan so'ng bu yerga virgul qo'yishimiz kerak. Va uni tagidan keyingisi masalan Xitoy. Xitoy deb yozamiz. Va uni oldidan Pekin deb yozamiz. Va tagidan keyingisi va bu yerga ham virgul qo'yamiz. Mana bu yerga ham virgul qo'yamiz va tagidan yozamiz. Yana bir davlat. Masalan, Amerika. Amerikan poytaxti Washington. Washington deb yozamiz va biza hozircha o'sha har bitta davlatlar va ularning poytaxtlari jamlamasini biz yaratib oldik va keling endi biz yana bir ya'ni lug'at mavzusiga doir yana bir funksiyalar ko'rib chiqamiz. Biz bir print qilamiz va uni ichidan davlatlar nuqta get qilamiz va qavsni ichiga, ya'ni biz nuqta get degani biz ularning ichidan bizga kerakli bo'lgan ma'lumot, ya'ni kalit yoki qiymatni topib beradi. Agar biz buni ichiga masalan bu yer bizni speskda yo'q davlat. Masalan, bu yerga Kanada deb yozadigan bo'lsak va javobni ko'rsak, bizda non degan javob chiqib keladi va non degani bizda yo'q degan ma'noni anglatadi. Ya'ni hech qanday narsa yo'q degan ma'noni anglatadi. Va agar biz bu yerga masalan Rossiya deb yozadigan bo'lsak, bizda ko'rib turganingizdek Moskva chiqib keladi. Ya'ni bizni Rossiya kalitida Moskva qiymatiga teng, shuning uchun bizga Moskva chiqib keldi. Va biz agar bu yerga Moskva deb yozadigan bo'lsak, bizda yana non chiqib keladi, chunki bizda Moskva kaliti mavjud emas. Va keling endi bu yerga Yaponiyani qaytaramiz. Va pastdan if komandasini qo'llaymiz. If davlatlar nuqta get qavs ochamiz. Yaponiya. Mana o'chirib turamiz. Yaponiya bo'lsa print
Bu davlat mavjud. Bu davlat mavjud. Ya'ni bu davlat emas, balki mm, nima desak bo'ladi? Bu kalit mavjud emas. Bu kalit mavjud emas deb yozamiz. Else, mana bu yerdan else, print, bu davlat mavjud. Keling, javobni ko'ramiz. Ha, biz mana bu yerga teskari solishimiz kerak edi. Bu davlat emas, mana bu yerga ham kalit deb yozamiz. Mavjud emas. Va agar biz ko'rsak, bizda Yaponiya deb yozganimiz uchun bizda bu kalit mavjud emas. Ya'ni bu davlat yoki poytaxt bizda mavjud emas. Va agar biz bu yerga masalan bu yerda ya'ni bizda spitskimizda bor ma'lumotlardan yozsak, masalan bu yerga Xitoy deb yozsak va javobni ko'rsak, bizda bu kalit mavjud degan javob chiqib keladi. Va keling, keyingi funksiyalarimizga o'tamiz. Bularni keling kommentariyga olib turamiz. Va keyingi funksiyamizga o'tamiz. Va keyingi funksiyamiz bizda davlatlar nuqta update degan ma'noni aytadi. Biz update funksiyasi orqali biz ya'ni tepadagi ma'lumotlar to'plamiga ya'ni bizning lug'atimizga yangi narsalar ham qo'shishimiz mumkin. Masalan, bu yerga Yaponiya deb yozsak, o'sha Yaponiyani qo'shsak, bizga xatolik chiqib keldi. Keling, mana bu yerga Yaponiya nuqta mana bunday qilsakchi. Ha, mana buni tashqarisidan oddiy qavs ham qo'yamiz. Va mana bunday lug'at qavslarning ichida Yaponiya ikkita nuqta va uning poytaxti Tokio deb yozamiz. Tokio deb yozsak va endi javobni ko'rsak, ko'rib turganingizdek, biz O'zbekiston, Toshkent, Rossiya, Moskva va oxiridan bizda Yaponiya, Tokio degan ma'lumot ham bizda qo'shilib chiqdi. Va biz bularni o'zgartirsak ham bo'ladi. Ya'ni biz update bizda ya'ni o'zgartirish degan ma'noni aytadi yoki yangilash degan ma'noni aytadi va biz bizda o'zi bor ma'lumotlarni yangilashimiz ham mumkin bo'ladi. Masalan, bu qanday ishlaydi? Mana bunday qavs ochamiz va uni ichiga keling masalan O'zbekistonni poytaxtini o'zgartirib ko'ramiz. Ya'ni O'zbekistonni poytaxtining ma'lumotini o'zgartiramiz. O'zbekiston deb yozamiz. O'zbekiston mana bunday ikkita nuqta va yana qavs ochamiz. Endi bu yerga Toshkent emas, balki masalan keling Samarqand deb yozamiz. Samarqand deb yozsak va javobni ko'rsak, bizda O'zbekistonni poytaxti o'rnida, ya'ni O'zbekistonning qiymati Samarqandga teng bo'ldi. Rossiya, Moskva o'zligicha qoldi, Xitoy ham o'zligicha qoldi, Amerika ham qoldi va bizda oxirida Yaponiya, Tokio ham qo'shilib qo'ydi. Chunki biz mana bu yerda buni yozib o'tib ketgan edik. Keling endi keyingi funksiyamizga o'tamiz va bularni kommentariyga olib turamiz. Pastdan yozamiz va keyingi funksiyamiz bizda quyidagida ishlaydi. Davlat.pop va pop bizda ma'lumotlarni olib tashlaydi desak ham bo'ladi. Va biz mana buni ichiga bizga keraksiz bo'lgan ma'lumot, masalan, keling, Xitoyni olib tashlaymiz. Agar biz bu yerga Xitoy deb yozsak, mana bunday qilamiz. Xitoy ikkita nuqta. Pekin deb yozsak, yo'q. Hozir to'g'rilaymiz. Ha, mana bu qavslar bizga kerak emas. Va biz Xitoyni shunchaki o'zini yozsak ham bo'ladi va agar biz shunchaki Xitoyni yozsak, u bilan birga Pekin ham chiqib keladi, ya'ni yo'qolib ketadi. Chunki Pekin Xitoyning qiymati, ya'ni Xitoy ma'lumotiga teng edi.
pop yozdik va bizda Xitoy chiqib keldi va bizda yana bir funksiya shuni kattaroq funksiyasi ham bo'ladi va biz bu yerga pop item deb yozsak bizda bizning lug'atimizdagi oxirgi ma'lumot chiqib ketishi kerak. Ya'ni bizning holatda Amerika va Washington lug'atimizdan yo'q bo'lib ketishi kerak va ko'rib turganingizdek biz pop item yozdik va bizda oxirgi ma'lumot ya'ni Amerika va Washington davlati va poytaxti chiqib ketdi. Keling, keyingi funksiyamizga o'tamiz. Keyingi funksiyamiz biz oldin o'tganmiz. Ya'ni clear, ya'ni o'chirib tashlash ma'nosini anglatadi. Bu shunchaki bizda barcha ma'lumotlarni o'chirib tashlaydi va ko'rib turganingizdek bizda shunchaki qavslarni o'zi qolib ketdi. Keling, endi yangi funksiyamiz emas. Mana bunday qilib yozsak ham bo'ladi. Biz yangi funksiya desak ham bo'ladi. Kalitni tenglashtirib olamiz. Davlatlar nuqta key deb yozsak, davlatlar nuqta case, ya'ni bizda case aytib o'tganimdek, ya'ni birinchi ma'lumot, ya'ni asosiy kalit va bizda ularga O'zbekiston, Rossiya, Xitoy va Amerika teng, ya'ni bizning holatda. Agar biz kalitni mana bu davlatlar case'ga tenglashtirib olsak, ya'ni biz hozir davlatlardagi faqat kalitlar, ya'ni case o'rnidagi ma'lumotlar chiqib keladi va endi biz kalitni print qiladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek bizda dict case, ya'ni bizda case'lar ma'lumoti, ya'ni kalitlar ma'lumoti O'zbekiston, Rossiya, Xitoy va Amerika. Ya'ni bizda faqatgina davlatlar ma'lumoti chiqib keldi va buning esa bizda teskarisi ham bor, ya'ni faqatgina ikkinchi ma'lumot, ya'ni value qiymatini, ya'ni bizning holatda poytaxtlarni chiqarib beradigan funksiya ham bor va ular quyidagi tarzda ishlaydi. Keling, qiymat deb yozamiz. Qiymatning davlatlar nuqta values bo'ladi va endi biz mana bu yerga qiymatni print qilsak, ko'rib turganingizdek bizda dict values, ya'ni values qiymatlar to'plami, ya'ni lug'ati bizda Toshkent, Moskva, Pekin va Washingtonga teng chiqib keldi. Va keling endi mana bu yerdagi keling kommentariyga o'tkazib turamiz va mana bu yerdan bizda mana bu yerga kalitni print qilamiz. Va bizda mana bu narsalar chiqib keldi. Bularni chiroyliroq qilib yozamiz va buning uchun bizga for sikli kerak bo'ladi. Pastga tushiramiz. For kalit in davlatlar .case buni mana bunday yo'q. Mana bunday joyga qaytaramiz. Va endi biz javobni ko'rsak, ko'rib turganingizdek bizda barcha davlatlar, ya'ni spesifik tarzda chiroyliroq bo'lib chiqib keldi va biz buni xuddi shuni teskarisi ham qilsak bo'ladi, ya'ni poytaxtlar bilan ham qilsak bo'ladi. Ularni kommentariyaga olamiz va mana buni values ga o'zgartiramiz. Kalitni qiymatga o'zgartiramiz va buni ham qiymatga o'zgartiramiz. Va ko'rib turganingizdek bizda faqatgina poytaxtlar ma'lumoti chiqib keldi. Xo'p, bugungi darsimiz shu narsalardan iborat edi. O'ylaymanki bu dars juda ham foydali bo'ldi. Agar siz bu videorolikni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, albatta bu videorolikka like bosib, bitta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga xayr.